Hammaga salom, men Ayjonim, ya'ni Signorina Lazina qizlari Shahloman. Men Ayjonim Rossiyada bizning yaxshi kelajagimiz uchun qiladigan mehnatlarini qadrlayman va doimo kuzatib yuraman. Sizlarcha meni Ayjonimni doimo kuzatasizmi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Dekabr oyida Piterda Ayjonim Signorina Lazi akademiyasini ochdilar. Bu akademiyada kosmetolog muolajalarni, qosh chizish, kiprik ekish, soch bo'yash, soch keratini, tirnoq bo'yash muolajalarini amalga oshiradilar. Bundan tashqari Ayjonim ko'plab musofirdagi dugonalarimni ayollarga kasblarni o'rgatadilar. Videoni ko'rib tushundimki, Ayjonim juda qattiq qo'l ustoz ekanlar. Toki ko'ngillaridan chiqmaguncha shogirdlarni qo'llab-quvvatlaydilar. Doimo aloqada bo'larkanlar. Hozir bizning yonimizda, ya'ni O'zbekistonga keladilar, lekin doimo shogirdlari bilan aloqadalar. Bir nimalarni tushuntirib gaplashadilar. Musofirda Ayjonimga o'xshab farzandlarni kelajagi uchun mehnat qilayotganlar, xolajonlar sog' bo'linglar. Allohim ha aytgancha yurakchani bosib qo'yish esdan chiqmasin.